Ovoz informatsion dasturi davom etadi. O'zbekiston azaldan dinlar va millatlar aro bag'rikeng yurt hisoblanadi. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan turli xil diniy ekstremistik materiallar va millatlar aro bag'rikenglikka tahdid solish g'oyasi ostidagi kontentlar hamda yolg'on axborotlar bunday totuvlikni buzishi mumkin. Aynan shunday muammolarni oldini olish maqsadida bugun raqamli dunyoda dinni qanday to'g'ri targ'ib qilish masalasida ilmiy-amaliy konferensiya tashkil etilyapti. Ushbu konferensiyaga Shanxay hamkorlik tashkilotining xalq diplomatiyasi markazi mezbonlik qilib, markaz direktori Qobiljon Sobirov tadbirni ochib berdi hamda raqamli diplomatiyaning zamonaviy ahamiyatiga to'xtalib o'tdi. Mana misol tariqasida konferensiya doirasida keltirilyapti. Oxirgi bo'layotgan jahon chempionatida O'zbekistonning ilk bor ishtirok etishi ayniqsa Markaziy Osiyo mamlakatlari tomonidan qo'llab-quvvatlangani va buni ijtimoiy tarmoqlar orqali juda faol ravishda tarqatilinishi mana shu virtual makondagi millatlararo turli qo'shni mamlakatlar o'rtasidagi axirlik ramzi sifatida ko'rinishi mumkin. Shuningdek, Germaniyadagi jamiyatda demokratik huquqlarni o'rnatishga ko'maklashadigan Konrad Adenauer jamg'armasining bosh kotibi ham O'zbekistondagi holat yuzasidan o'z fikrini bildirdi. Konrad Adenauer jamoasi nuqtai nazaridan O'zbekiston bu masalada markaziy rol o'ynaydi deb hisoblaymiz. Chunki tarixan bu yerda turli xil madaniyatlar, dinlar uchrashadigan joy bo'lgan va bu zamin tarixda ham shu bilan mashhur bo'lgan. Turli madaniyatlar, dinlar vakillari umumiy yagona bir pozitsiya ishlab chiqishga harakat qilishlari kerak. Bu masalada O'zbekiston ham asosiy rol o'ynashi mumkin deb hisoblaymiz. Konferensiya doirasida ma'ruzalar tashkil etilib, zamonaviy raqamli makonda konfessiyalar aro muloqot va ma'naviy qadriyatlarni mustahkamlash muhimligiga alohida to'xtalib o'tildi. 16 ta diniy konfessiya faoliyat yuritadi. Bu bizning mamlakatimizda 1000 yillik tarix davomida masalan biron marta diniy yoki milliy nizo chiqmagan. Ya'ni bu yerda turli xil din vakillari, millat vakillari inoq yashab kelishadi. Mazkur anjumanga turli xil O'zbekistonda eng ko'p aholi e'tiqod qiladigan dinlarning vakillari tashrif buyurgan. Ular orasida Rus pravoslav cherkovi ruhoniysi ham o'rin olgan. O'zbekistonda shukrki vaziyat ko'plab boshqa joylarga qaraganda ancha yaxshi. Ayniqsa O'zbekistonda turli diniy arboblar, olimlar, ilm-fan vakillari va jamoatchilik ishtirokida ana shunday konferensiyalarning o'tkazilishi juda muhim. Chunki din, ilm-fan, madaniyat va umuminsoniy ezgulik g'oyalari birlashadigan jamiyat o'z ma'naviy asoslarini mustahkam saqlab qoladi. Qayd etish joizki, bugungi kunda yurtimizda 130 dan ortiq millat va ellatlar istiqomat qilib kelmoqda. Ularning 157 ta milliy madaniy markazlari esa faoliyat olib bormoqda. Bunday konferensiyalarning bardavom bo'lishi bag'rikenglik tushunchalarini yanada yaxshiroq mustahkamlashga xizmat qiladi. Mohinur To'rayeva, Nodir Rustamov, Jamshid Ibrohimov, Ovozi informatsion dasturi uchun Toshkent.